Toliblar kelib oldi, 15-200 oldilar. Unda chunki poytaxtga oldilar. O'shadagi poytaxt Kobulda oldi. Chunki Afg'onistonda poshasi qochdi. Chunki ko'rib turibsizlar, bugun shahardagi ko'rib turibsizlar, sizlarga mana toliblar oldi. Afg'onistonda toliblar oldi, chunki sizlar ko'rib turibsizlar. Mana arablarning choklarini o'tinglar ko'rsatyaptilar. O'tizindi. U toliblar qo'rqyapti, Afg'onistonda oldi. 2021da 15 avgustda chunki oldi. Mana Afg'onistonda. Tashakkurlar. Sulh qilganingiz uchun tashakkur. Bular aytyaptilar, chunki sizlarga ko'rib turibsizlar. Mana bu bayroqni o'rab qo'ydi. Avvalgi bayroqni Afg'onistonda toliblar o'rab qo'ydilar. Mana bu avvalgi bayroqi Afg'onistonda. Mana Taliban fighting in city vote in people of them coming city. Bir qanot YouTube. Lütfen kanalimizga subscribe qilinglar. Tashakkurlar sizlarga. Keyin videomizga ko'rishguncha xayr. Lütfen kanalimizga